Dunyoda qaysi davlatida bo'lsa ham erkaklar bitta bo'lib qolsa osh qiladi. Qizlarni bilmay qana ovqat pishirmaydi bitta bo'lib qolganda. Akamiz osh qilyapti. Bay. Biz akalar kelaverasizlar mana qo'l bola qilib dahshat qilib osh qilyapmiz. Koreyani Namyan degan shaharda turibmiz. Xudo xolasa yaxshi o'xshaydi. Kim kelmoqchi bo'lsa lakasa tashlab beramiz, xudo xolasa. Sergoch qilib bedana tuxumlari ham bor. Xudo xolasa mana qolgan narsalar ham bor. Dasturxonda sal porядкasi yo'qligiga e'tibor bermanglar. Yuqorida aytganimdek o'g'il bolalar albatta hammasi. Erkak mujikkiz. Ha, mujiki. O'g'il bolalar ham bo'ydoqlar biz hammamiz. Uylanganlar yo'q albatta. Endi uylanganimizda xotinimiz o'rgatib beradi qanaqa qilib tartibga solishni. Xudo xolasa yaxshi qizlar bo'lsa. Tubag'im. Hamma inson yaxshi o'zi. Qaranglar, batta ham bor mana bu narsalar. Biz ham eshik qismagan. Mo'ti kim telefonimni bosib oldim. Bedana tuxumni qaranglar, kitobi bo'yicha nima zarur? Hammasini solamiz, xudo xolasa. Pulimiz yetgancha. Bu tumni qo'rayapman uni. Aka qanaqa usta osh qilyapsiz o'zi? Xudo xolasa dezirada bo'ladi. Ya? Qo'y go'shida. Chisnog ham bormi? Zo'rmi? Qaranglar mana kimdir yengil kiyib olgan. Kimdir mana qanaqa qopshim kiyib olgan mana. Ko'ryapsizlarmi? Gender iqlim tengligi yo'q. Biz topamiz, quyosh ko'zandan kelganmiz-da, bizda sovuq yo'q. Ha, bular akalar Pusandan kelib, bizni sovuqni mensimayapti. Suzanni bular paytda bo'ldi. 4 yilda chiqardik ko'chaga. Hozir mana fevralda o'rtasi bo'lsa, Pusan degani Koreyani janubiy tomoni. Shuning uchun issiq havo. Pusan qatligini ham aytib keting-da. Pusanga yo'l olgan poyezd degan kino bor. o'shandan tanib olishdi.